kelinlarni bir-biriga yomonlab urishtirmang. Qaytaga kelinlarni bir-biriga maqtab turing. Ovsullarni bir-biriga maqting. Yaxshi gapiring. Palonchi opasiya singiz manaqa juda yaxshi ishlar qiladi. Xursandman, sizdan ham xursandman desiz, keliniz ana shu sizni ko'nglingizdan joy olish uchun u ham yaxshi bo'lishga harakat qiladi. Hech qachon bu keliningizni u keliningizga yomonlamang. Baribir bu aytib qo'yadi oshxonada idish yuvayotganda. Palaqlab og'zidan chiqib ketib qolsa, nima bo'ladi? Ovsullarni urishtirib qo'yasiz. Keyin maza qilasizmi? Ovsullar urushgandan keyin orqasidan o'g'illaringiz urushib olishi mumkin. Shuning uchun muhtarama qaynonalar, kelinlarning gapini bir-biriga chaqib, u kelinni bu kelinga, bu kelinni bunga bir-biriga yomonlamang hech qachon. Siz yaxshi deng, ikkovini ham yaxshi deb turing, keyin ular yaxshi bo'ladi. Siz ham kelin. Qaynonam meni ovsinimga yomonlasa yomonlar. Yomon desa yomon bo'lib qolasizmi? Siz to'ppa-to'g'ri deng. Hamma yaxshi, men yomon deng. Hamma bug'doy, men somon deb qo'yavering. Sizni yaxshiligingizni Xudo bilsin, qaynonangiz emas. Sizni yaxshiligingizni Xudo bilsin, qaynona emas. Qaynonaga ham Xudo uchun xizmat qiling. Qaynotaga ham Xudo uchun xizmat qiling. Erga ham Xudo uchun xizmat qiling. Qarindosh urug'larga ham Xudo uchun ko'yniga qarang. Hamma ishingiz Xudo uchun bo'lsin. Sizni kimligingizni Xudo bilsin. U qaynonangiz yomonlasa, unga abdiz burishib, nasriyingiz tushib, ovqat qilmasdan, kir yuvmasdan meni yomonlayapsiz, yaxshiligim bilmayapsiz. Bilmasa bilmas, Xudo bilsin. Siz bandasi uchun qilmangda yaxshilikni. Qaynonangizdan qaytmaydi, Xudodan qaytsin. Ertaga farzandlaringizdan ko'rasiz. Sizga ham Xudo tilla kelinlar beradi, tilla kelinlar, brilliant kelinlar uchraydi. Sizni kaftini ko'taradigan. Hech bo'lmaganda qabringizda foydasi bo'ladi. Qabringizda foydasi bo'ladi o'sha qilgan xizmatlaringizni.